Farzandingiz burni bitganda bu xatolarni aslo takrorlamang. Birinchi xato: bolani burnini ochish uchun oddiy tuzli eritmalar o'rniga tomirlarni toraytiruvchi dorilardan foydalanish. Ularni foydasidan ko'ra zarari ko'proq, shuning uchun o'rniga oddiy natriy xlorli eritma yoki dengiz tuzlaridan foydalansa bo'ladi. Ikkinchi xato: bolani burni oqishi bilan uni qalin kiyintirib qo'yib, xonalarni shamollatmaslik. Bolani qanchalik ko'p qalin kiyintirsangiz va xonalarni shamollatmasangiz, shunchalik infeksiya ko'payishiga olib keladi. Uchinchi, eng oxirgi xato: ko'pincha onalar bolani har xil infeksiyalardan asrayman deb uni burniga oksalin mazini surib qo'yishadi va natijada bola yaxshi nafas ola olmaydi. Oksalin mazni profilaktika uchun bolani burniga surtish befoyda. Uning o'rniga bolani burnini oddiy tuzli suvda chayish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu videoni yosh bolali dugonangizga yuborib qo'ying. Sahifamga obuna bo'ling. Bu yerda ortiqcha dorilarsiz farzandingizni davolashni o'rganib olasiz.